Single ko'k burchakka приглашается Namangan vakili Qobiljon Maripaliyga. Qobiljon Maripaliyev demak dastavval ringga chiqib keladi. Namangan viloyati vakili 72 kg bo'lgan vazn toifasi o'rta vazn hisoblanadi. Samarqand vakili Zafar Hasanov chaqiladi. Va uning raqibi endi Top 7 Fighters promotiondan ancha yaxshi bilib oldik. Zafarjon Hasanov o'tgan jangda ushbu charm qo'lqop ustasini iqtidorli bokschilardan biri. Ko'ramiz bugungi bahsda raqib anolardan emas. Zafarjonni Zarifjon deb yubordim. Endi bilasiz mana shu nurlar protokol, rangli protokol biroz o'zgartirib ko'rgan. Endi hayf o'zimda Zafarjon ismi Hasanovda bitta jang, bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat, ochkolar bo'yicha bitta jangning imkoniyati boy bergan edi. Murosasiz kechgan bitta jangida esa muddatdan avval raqibini nokautga uchratishga erishgan. Samarqand viloyati vakili Свет. 72,5 кг вазн toifasi. Официальное представление боксеров. Первый боксер синий угол ko'k burchakda. Atletning yoshi 18 da, bo'yi 170 см, вазны 72 кг. Он кандидат мастера спорта по боксу представляет первую спортивную школу ПОП Namangan. Qobil Maripaliyga. Qobiljon Maripaliyev yana bir bor bizga tanishtirib o'tdi. Debyutant. Atletning yoshi 24 da, bo'yi 183 см, вазны 72 кг. Он мастер спорта по боксу представляет Arabxona boxing Samarqand. Zafar Hasanov. Jang boshlandi. Juda xotirjam Hasanov. Masofadan jangni olib borishga harakat qilyapti. Endi raqibidan kelib chiqib. Ikkilik zarbasi o'ng qo'lda zarbani o'tkazyapti. Endi ikkilik zarbasini yo'llashga erishmoqda. Hasanov yana yetkazib olyapti. Ochiq jangdan qochmayapti. O'ng qo'l kross amalga oshirmoqda. Qobiljon Maripaliyev referi xalqaro toifadagi hakam Shamsimatov. Ikkilik zarbasi yo'llayapti, o'tyapti, lekin o'ng qo'lda kross darhol javob qaytaryapti Maripaliyev Hasanovga.
Va mana bunday kuchli zarba, ammo javob hujumi tashlanib yubordi va bitta zarba bilan kutib olishga erishmoqda. Qobiljon Marapaliyev, qanday qiziqarli jang. Bir qarashda Zafarjon oldinga borayotgan edi. Zarba yo'llab, ammo tashlandi. Tashlanish natijasida qarama-qarshi zarbani qabul qilib oldi. Kutmagan edi bu zarbani. Kutilmagan zarba har doim muvozanatdan chiqaradi bokschi. Ikkilik zarbasi, o'ng qo'l yana ortida. Bir zum konsentratsiyani yo'qotish qanday oqibatlarga olib kelishini ko'ryapsiz. Ochilishini kutyapti bir-birlarini. Ikkilik zarbasi. O'tyapti zarba. Namangan viloyat vakili ijrosida. Hanuz menimcha mana shu chap qo'l zarbaning qarama-qarshi tekkan zarbaning tafti kamaymagan. Jigariga boshga ko'taryapti zarbalarni. Va kappa tushib ketyapti. Ikkita jabdan so'ng nafas olib yubordi o'sha paytda. Juda kuchli zarba ham bo'lgani yo'q edi aslini olganda. O'tyapti hozir ikkilik zarbasi, mo'ljalga boryapti. Samarqand viloyat vakili ijrosida bu. Raund yakuniga yetmoqda. Qiziqarli voqealarga boy raund guvohiga aylandik. Dastavval Zafarjon oldinga bosi bilan borgan edi, keyinchalik birgina qarama-qarshi zarba vaziyatni o'zgartirib yubormoqda. Zarbalar yo'llandi. Yo'q. Ko'rdingiz-a? Takror qilyapti. O'ng qo'l qarama-qarshi zarbani qanday yo'llaganligini. O'ylaymizki, ikkinchi raund ham shunga monand bo'ladi. Ikkilik zarbasi o'tyapti darhol. Hasanov ijrosida. O'ng qo'l cross. Yana bitta o'ng qo'l cross o'tyapti, juda kuchli. Qobiljon Marapaliyev ijrosida. Qozoq jang, jab. Ikkilik zarbasi, qarama-qarshi zarbaga o'tib ketyapti. Yana ikkilik zarbasi Hasanovdan. Marapaliyev qanday yo'l tutadi? Moslashdi bir-biriga, moslashdi. Qarib ayrim vaziyatlarda ochiq jangga kirishib ketishmoqda ikkala bokschi ham. Mana yana ikkilik zarbasi, o'ng qo'l cross bilan qaytaryapti. Qalqib ketdi, zarba yo'llamadi. Raqibni ham hurmat qilish kerak albatta. Zafarjon G'azon. Yana ikkilik zarbasi. O'tmadi ikkinchi zarba, jab balki mo'ljalga borgandir. Yana kappa tushib ketyaptimi? Ha. Ikkinchi marotaba bu jangda. Tabassum qilib ketdi.
Hasanov o'ng qo'l chap qo'l ortidan muvozanatdan chiqaryapti hozir raqibni va davom ettiryapti, ammo boyagi narsa esdan tushish kerak emas. Mana o'ng qo'l kross javob qaytaryapti Namangan viloyat vakili. Ikkinchi bor o'tkazyapti mana shu zarbasini ochiqcha kirishib ketmoqda ikkala bokschi ham. Keskin qarama-qarshi zarbalar davom etmoqda. Chap qo'l o'ng qo'l zarba kappa tushib ketdi va referi vaziyatga aralashyapti. Qanday yorqin. Jarayonni o'tkazishda ikkala bokschi ham. Bal ham olib tashlanishi mumkin. Sirpanib ketdi. Bu knockdown emas. Hammasi joyida. Referi Shams Samatov barchasini kuzatib boryapti. Ikkilik zarbasi o'ng qo'l javob, yana chap qo'l yondirma zarba amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Yana chap qo'l, chap qo'lda Hasanov ikkilik zarbasi va javob qaytyapti-da o'sha pallaning o'zida. Ko'ryapmiz, chap qo'l. Yana bir chap qo'l zarba. Go'yoki hozir yiqiladigandek taassurot uyg'onyapti, lekin javob qaytarilyapti. Mana bu jang kechaning eng yorqin bahsi, shubhasiz hozircha o'tgan janglar, o'tgan qarama-qarshiliklar orasida do'stlar. Takror lavhalar ko'pligidan menimcha Ravon, Rishon Ravon qiynalib tushmagan bu yerda. Olqishlaymiz albatta ikkala bokschini. Bu yog'i hakamlarga bevosita ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Qani jang davom etadi, 3-raund. Nima bo'ldi? Kapa yana hali raund boshlanmasdan kapa tushib ketyapti endi. 3-raund. Pasaymasligini so'rab qolamiz. Daraja mana shu jangda, harorati uning. Keskinligi. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Javob qani? Javob. Muhammad Dayub Muxtorovdan. Ikkilik zarbasi. Yana o'tyapti. Mo'ljalga boryapti. Xarakter so'ralyapti. Qanday kuchli, og'riqli zarba bu. Va o'ng qo'l yondirma zarba, qavatlarni o'zgartirib hujum amalga oshirdi. Perkot zarbasiga chap qo'l yondirma zarba bilan javob qaytaryapti. Muhammad Ayub Muxtorov. Kechirasiz. Qobiljon Maripaliyev albatta. Qobiljon Maripaliyev. Uzr so'rayman do'stlar. Hasanov esa Zafarjon hujumni to'xtatmayapti. Qaydnomanaligi
to'g'rilaydigan holat biroz yuqori ko'tarilib ketibdi. Knockdown emas, ammo bunga yaqin holat baribir. Ikkilik zarbasi va chap qo'l o'tyapti zarba. Chap qo'l o'tyapti zarba. Hozir mo'ljalga bordi. Hasanov qo'llar ustidan ikkita zarba va sirpanib ketyapti. Hisob ochiladi. Hisob ochiladi. Haqiqatan o'tgan edi zarba. Shohjahon Ergashevning o'zi hozir ko'rsatmalar beryapti. Zafarjon Hasanovga son jihatidan ko'p zarbalar. O'ng qo'l o'tyapti zarba, kuchli anchagina. Birinchi kombinatsiyani, birinchi ikkilik zarbasining o'zi hozir mo'ljalga boryapti. Chap qo'lda endi raqib hujumiga chap bergan holda sirpanib ketdi. Menimcha ko'proq bu vaziyatda, ammo zarba bor edi. Shamsmatovda asos bor edi hozir hisoblashga. Shifokor sanab bo'lingandan so'ng time out. Jang davom etadi. Darhol. Samarqand viloyati vakili mana zarbalarni yo'llashga o'tmoqda. Raund tugashini orzu qilib kutyapti hozir. Namangan viloyati vakili 10 soniya vaqt qoldi. Ikkilik zarbasi. O'ng qo'l, chap qo'l, oldinga qarab boryapti uzun qo'llari bilan. Zafarjon mana shu jangda tezroq zafar quchish uchun va do'stlar 4-raund. Ochig'i mana bunday ochiq jangdan 4-raundga yetib bormasa kerak deb o'ylagan edim bu bahs. Kim g'alaba qozonishdan qat'iy nazar, ammo yetib boryapti. O'ng qo'l zarba. Knockdown ochilmayapti, lekin kuchli zarba yo'llangan edi do'stlar. Kuchli zarba o'tkazgan edi. Zafarjon qaytaryapti javob Namangan viloyati vakili. Ikkilik zarbasi chap qo'l ilib olyapti. Ilgak uslubida qoringa zarba. Biroz og'dirishga bo'lgan harakat ortidan ko'ryapmiz. Yana ikkilik zarbasini amalga oshirishga harakat muvaffaq bo'lmoqda. To'g'ri qilib aytamiz. Yana ikkilik zarbasi qanday javob qaytaryapti. O'sha vaziyatning o'zida Qobiljon Maripaliyev. Jab. Bu safar o'tmadi, og'ib ketdi.
Aperkot zarbasi ilgarilab ketishga muvaffaq bo'lmoqda. O'ng qo'l cross. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir zarba chap qo'lda. O'ng qo'l qisqa masofadan o'tdi va javob qaytarishga kirishib ketishmoqda Marapaliyev. Yana bir zarba, og'ib ketyapti. Klinch. Shamsimatov. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba mo'ljalga boryapti va yana kapash. Menimcha endi referi ogohlantirsa ham ajablanmayman. Qobiljon jonlandi Qobiljon va kapi tushib ketmoqda. O'ng qo'l zarba qisman bo'lsa ham o'tyapti-yu, ta'sir ko'rsatyapti. Aperkot zarbasi, yana ikkilik zarbasi. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir aperkot zarbasi zo'rg'a turibdi oyoqda, lekin taslim bo'lmayapti Namangan viloyat vakili. Qoringa zarba. So'nggi 10 soniya do'stlar. So'nggi 10 soniya mana shunday yorqin qarama-qarshilikda. Zafarjon va bo'ldi. Bahs yakuniga yetdi endi. Menimcha Samarqand viloyat vakilining g'alabasi qayd etiladi. Katta ehtimol bilan, lekin bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Baribir ikkala bokschi ham o'zining bor iqtidorini, bor mahoratini birinchidan taktik jihatdan, mahorat jihatidan yaxshi boks namoyish etib berdi. Ikkinchidan ikkalasi ham irodasini ko'rsatdi. Ikkalasi ham naqdan holatida bo'ldi. Ko'proq zarbalar o'tdi Zafarjon Hasanov ijrosidagi zarbalar natijasida. Ammo yana bir bor aytib o'taman, bugungi kechaning eng yorqin jangi, agar nominatsiyasi bo'lsa shunday, ana shu qarama-qarshilik, mana shu bahs bunga arziydi. Albatta o'ylab qo'yiladi ko'rasiz. Rejissyorlarimiz tomonidan taqdim etiladigan zarbalar, knockdownlar. Birinchi raunddan boshlab voqealar rivojiga ketgan tushungan. Birinchi raunddan boshlab бокс. Я больше не вас. Итог этого поединка. Обратимся к судейским запискам. Birinchi yo'l hakam 39-36. Ikkinchi yo'l hakam 37-39 va uchinchi yo'l hakam 38-36. Таким образом, в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Samarqand Zafar Hasan.
Yorqin jang haqiqatdan. Ring zindoni